Bugungi kunda din dushmanlari tomonidan musulmonlar o'rtasiga tafriqa solish maqsadida mazhabsizlikni yoyish va unga targ'ib qilish faol tarzda olib borilayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida musulmonlar o'zlari bilmagan masalalarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'rashar, sahoba ikromlar davrida esa olim sahobalardan yosh sahobalar ta'lim olishar edi. Shu zaylda shar'iy ilmlarda ma'lum darajaga yetmagan kishilar muayyan ulamolarning yo'llarini tutishliklari an'anaga aylanib bordi. Bu an'ana sahobalar davridan tobiinlar davriga, tobiinlardan tobiinlarga shu tariqa davom etib, natijada fiqhiy mazhablar yuzaga keldi va ko'payib bordi. Ammo vaqt o'tishi bilan ular orasidan 4 yirik mazhab, Hanafiylik, Molikiylik, Shofiiylik va Hanbaliylik ajralib chiqdi. Va ularning mazhablari musulmonlar ommasi tomonidan fiqhiy mazhablar deb e'tirof etildi va qabul qilindi. Imom Ibn Ahmad ash-Sha'roni mazhablar haqida to'xtalib, aslida sahoba va tobiinlar davrida mazhablarning soni 18 ta bo'lgan. Ularning barchasi o'z vaqtida amalda bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan ular orasidan 4 yirik Hanafiy, Maliki, Shofiy va Hanbali mazhablar ajralib chiqdi. Mazkur 4 mazhabning saqlanib qolishligining asosiy omili bu mazhablarning ta'limotlari boshqa mazhablardan kuchliroq bo'lgani uchun emas, balki 4 mazhab boshqa 14 mazhab ta'limotini ham o'z ichiga qamrab olgani bo'ldi. Imom Nafroviy rahimahulloh mazkur 4 mazhabning to'g'riligi va haq ekanligiga barcha musulmonlar ittifoq qilishgan dedilar. Imom Badriddin Zarkashi Bahrul Muhit kitoblarida musulmonlarning e'tirof qilgan 4 mazhabi haqdir va undan boshqasiga amal qilish joiz emasdir deganlar. Mashhur Alloma Abdulhayy Laknaviy hazratlari Majmu'atul Fatawoda Shoh Valiyulloh Dehlaviyning quyidagi so'zlarini keltirib o'tadilar. Hindiston va Movarounnahr yurtlarida Shofiy, Hanbali, Molikiylarning mazhabi tarqalmagan va kitoblari ham yetib kelmagan. Shuning uchun ushbu diyorlarda yashovchi ijtihod darajasiga yetmagan kishilar Abu Hanifa mazhabiga ergashishliklari vojibdir deganlar. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, mana shunday yetuk olimlar bir mazhabni mahkam ushlab, uning to'g'riligini e'tirof qilib turgan bir paytda mazhabsizlik fitnasiga tushgan ba'zi musulmonlarimiz, yurtdoshlarimiz men Qur'on va hadisdan o'zim hukm olaman deb o'zgalarni ham bu fitna qurboniga aylanishliklariga sabab bo'lib qolyapti. Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi malfuzotlarida Hindistonda uzoq yillar mazhabsizlikni targ'ib qilgan bir muhaddis olimning so'zlarini keltirib o'tadilar. Men 25 yillik tajribam asosida shuni bildimki, hozirgi davrda biror bir mazhabni tutmaslik oxir oqibat dinsizlikka olib borar ekan. Ramazon Buti rahmatullohi alayh biz bu kabi adashgan ko'p insonlarni ko'rdik. Shuning uchun musulmonlar bu fitnalardan xushyor va ogoh bo'lishliklari zarurdir, deydilar. Ha azizlar, xulosa qilib aytamizki, ijtihod darajasiga yetmagan har bir musulmon o'zi yashab turgan yurtning mazhabiga ergashligi vojibdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.